bir necha yillardan beri farzand kutyapsiz, bo'lmayapti. Xo'sh, nima qilishimiz kerak degan savol tug'ilishi tabiiy. Oliy toifali akusher-ginekolog, reproduktolog xirurg Qobilova Gulbahor Pirimqulovna. Azizlarim, turmush o'rtog'ingiz bilan reproduktolog huzuriga borasiz va ertalab hayz boshidan hayz keladi-yu, masalan bugun keldi. Demak, ertasi kun hayz boshidan 2-kunidan to 5-kuniga qadar siz reproduktolog huzuriga borasiz va u sizni tekshiruvdan o'tkazib kerakli analizlarni yozib beradi. Chunki gormonal tekshiruv aynan hayzning 2-5-kunda qilinishi zarur. Vaqt yo'qotmaslik uchun. Xullas azizlarim, och qoringa tish bet yuvmay, yuz yuvmay borasiz. Bir kun oldin yog'li ovqat yemaysiz. Sog' bo'linglar azizlarim.